Ujinga mantiq beraymi, oshmi desam, osh deyishuvdi. Shunaqangi mazali somsa qilib berdim. Yeganlarni og'zida yerib baraka toping deb rosa duo qilishdi. Ekrandan sizga uzata olmayman-u, lekin retsepti bilan bo'lishaman. Oddiygina suv, tuz, elangan unni solib, o'zingiz yoya oladigan darajadagi qattiqlikda xamir qorasiz. Yeganda tishingiz sinadigan emas, aksincha og'izda eriydigan bo'lishi uchun videoda ko'rsatilgan masilkani aynan shu ikki xil margarinni eritasiz. Katta qilib yoyib olgan xamiringizga margarinni ayamasdan yaxshilab surasiz. Ikkita tomonini o'rtasiga olib kelib, ustidan yana margarin surib, xuddi videoda ko'rsatilgandek konvert shaklida bukasiz. Har qatoriga margarin surib, taxlab salofanga solib muzlatgichga yuborasiz. Naq 2 liст somsa uchun bu xamir sizga bemalol yetadi. Shoshilayotgan bo'lsangiz, xamirni muzlatgichdan 1 soatdan keyin olib tayyorlasangiz bo'ladi. Xohlagan paytingiz pishirib yemoqchi bo'lsangiz, muzxonada 1 oygacha saqlasangiz bo'ladi. Ichiga xohlagan nachingizdan foydalaning. Kartoshkami, go'shtmi, ismaloqmi farqi yo'q. Xuddi shu ko'rinishda chekkalarini yaxshilab yopib, osongina tugib oling. Ustiga tuxum surishingiz ham shart emas. Oddiygina suv sursangiz ham xuddi shunaqa chiroyli bo'lib qizaradi. Shunaqangi kichkinagina shiringina somsachalarni yegan odam sizni faqat duo qiladi. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga mani qidirib yurmaslik uchun obuna bo'lsangiz xursand bo'laman.